Şerineni Xudo xolasa boshladik. Hozir yana gaplashamiz. O'zbekistondan bugun Muhit akamiz bilan bir kuni gaplashdik. Bular o'zi bugun mehmonga kelmoqchi edi. Jo'nalachi. Bunday bu ishlar planda yo'q edi. Bular mehmon bo'lib, biz bilan tanishib ketgani keluvdi. Rahmat shuncha tayyorlanib kelishibdi. Xudo xolasa kuzda hamma mana shu o'zimizning Qirg'izistondagi tug'anlarni barini chaqirib, erkak, ayol, kampirlarimiz, ejalarimizni barini chaqirib, katta bir restoranga 1000 ta odamga qilib, Xudo xolasa bo'shaganda, turtni bari qo'ydan bo'shaganda bunday turkchada gaplashaylik. Barini chaqirib, o'sha Muhit akam kelib bir yaxshi konsert qo'yib beradi. Ham hozir mana shu bugungi ozod odamga kelsinlar, sizlarga nasib qilgan ekan. Kuzda hammani chaqirib, yaxshi qilib, grandiozniy qilib konsert qilamiz. Uni ma'qullashdik. Rahmat Muhit aka eslagani uchun. Hozir o'sha birinchi muhabbatimni o'rda berinchi aka. 10 marta desangiz ham, qaytalar desangiz ham mayli. Eshitib, juda ko'p nabira, chevaralarim bor bo'lsa, gap vaqtini chiyda ketyapti. Rahmat kelganlaringga biz xursandmiz ukalar. Mana otasini do'stiga o'xshatdi. Mana u haqiqiy o'g'il qotasi ekan. Mana teknik aytaman. Rahmat. Rahmat uka. Ularning uzoq bo'lsin. Hamisha ashrasi ashrasi yor yerda tursa ashrasi yor. Bu kelgan hamma san'atkorlar bilan Ilhom akamdan boshlab meni ham, Ixlos Beyni ham, Dilshod Beyni ham, Begijon qilamiz. Sizga duo, amin. Alloh taolaga parvardigor. Qo'shganingiz bilan qo'shaqlaring, bola-chaqangizni ob havasini ko'ring, iymoningiz va salomat bo'lsin. Payg'ambarimizni yoshdan olib o'tsin. Allohu akbar. Rahmat. Salomat. Siz ham sizni yoshingiz kerak yuraylik ilohi. Ovqat pishibdi, qani dasturxonga o'tasizlar. Rizq berganligi tarixda qoladigan, tarixda qolgandagi mana hozir shu vaqtga doğru Beruniyni, Ibn Sinoni, Xorazmiy shunaqa insonlarni hech qancha yashamagan shular. Lekin bularning nomi shu davrga davr yashab kelyaptimi? Bizning davrimizda tanilgan bolasi buni nomi tarixda qoladigan shunaqa bir ish qildi. Shuning uchun rahmat, hammamiz minnatdormiz bo'ladi. Shunday ekan, inson hammamiz bir-birimizdan mehr oqibatimiz yo'qolmasin. Amin. Amin. Biz sizlarni ko'rib tanishganimizdan xursandmiz. Rahmat. Amin. Xush kelibsizlar. Shu tug'anlar Saloh polvonni yaxshilab tanib olinglar. Tolib polvon degan buni. Bu Husayn aka bu ham polvon, Husayn aka mana tortib qo'ydilar polvonni. Katta polvon. Saloh aka turib, darrov tortib qo'ysin. Bugun tug'anlar yana bitta kishiga so'z berib qo'yin. O'sha Tinchali degan polvonimiz bor. Husayn akaning do'stlari bilan birga yurgan odam. O'sha Tinchali polvon. Assalomu alaykum. Hurmatli tug'anlar. Öyle assalomu alaykum. Sizlar chiqadi. Eslarga tortib qo'ying. Ha, mayli. Bu to'g'ri gap, to'g'ri gapirish kerak. Endi hammamiz bitta odammiz. Haqiqat bo'lgan bu. Mana Ismoil Ko'la degan bor, bilasizmi? O'sha Tukrotda. Bilaman. O'sha men jezim bo'lgan, o'sha xotinim men otamni
kechasi bo'ladi. Yarım saat. Bayağı qiynab qo'ydi. Peygamber aytgan. Peygamber aytgan. Sizlarni eng yaxshilar uy bilan yaxshilar. Sizlarni eng yaxshilar ayollarga yaxshilar. Odam ota havodan ham boshqa barcha enaga yaratgan. Enani siylamagan bu Xudoy suygan bo'ladi. Ena asılsa. Peygamberden hadis var. Al cenneti ahde, al cenneti tahta ahde bil ümmehat diyor. Cennet enelerden tamanının aslındadır da Peygamber birinci söz etmez. Peygamber enini söylerler. Niçin? Enenin mahabbati çok. Yapmazdık, assalamu alaikum. Asmalarla, sadece. Selaman, şirket yardımı aldı. Kıl köprülerden öttüm. Şimalar. Assalomu alaykum. Ne yok mu işte? Başka yer bakın. İşte yok o, yer orada. Bu o. So'ygani ham qo'zidan ham yava qo'zi. Men seni esga oldim, birinchi muhabbat eslab yo'lda qoldim, birinchi muhabbat. O yangi kelganlar, so'g'ino, Talpaga, Salohaga o'tirginasizlar, qani? Qayerda yuribdilar, ey? O mehmonlarni o'tirg'izib ovqat berginglar. Tug'anlar. Boyish aka. Görüşüyorsa görüşüyoruz. Saloh aka. O'tiring aka chiqib, keyin gaplashamiz. O'tiring joyingizga. Tug'anlar. Bugun o'sha tug'anlar Sherniyasiga xush kelibsizlar. Bugun endi mana Xudo xolasa hozir Aravondan, Qorasuvdan, O'zgan, Bozorqo'rg'on, Jallovot bar tug'anlar kelishdi. Bundan sirtqari Xo'jaoboddan, Asakadan, Buloqboshidan mehmonlar bari kelishdi. Uning ichida shu butkul O'rta Osiyoga, butkul dunyoga belgilik Sherali Jo'rayev degan akamiz bo'lgan, baringlar bilasizlar. Shu Sherali akamizni ukalari, shogirdlari bugun shu mehmon bo'lib kelishdi. Shu yerda o'zimiz tug'anlarga kichkina bir ikkita Sher akamizlardan, o'zlarilardan kishilar tug'ancha bir o'tiraylik deb yaxshi niyat bilan kelishibdi.
Bugun kelgan mehmonlarning oqsoqoli İlham aka, İlham Jo'rayev degan akamiz. Bundan keyin bu yerda Muhitdin akam. Mana Muhitdin aka Jo'rayev degan bu jo'nakaylar ish emas, polvon bu, Zakir polvonning bolasi bu. Zakir Jo'rayev degan akamiz bo'lgan, ham bundoq odamlar tug'ilmaydi endi. Sherali Jo'rayevning bir tug'an akasi Zakir Jo'rayevning bolasi. Hozir ham tug'anlar sho'rva ichgan bo'lsanglar kishina nima qilib gaplashib, tug'anlar bir-birimiz bilan bir tug'ancha gaplar. Ya bir yerde şu. Geldin. Ya gel. Ya biz tartıda törenimiz zaman. Yaxşı. Ya yaxşı. Andijon'un güzel şehri güllerge kalsa Şehri yigitler, barlar kızlar Kızlarga kalsa Osmoningda quyosh parlar Nurlarga kalsa Aqontildek javharlarga Nurlarga kalsa Andijon'un güzel şehrim sen cana cansan Aqontından tog' yaratgan ulkan kalmonsan O'lkamizning obro'ysan ham pahlavansan ham ko'hlasan ham doimo yoshina xirosan Andijonim go'zal shahrim sen jonajonsan Andijonim go'zal shahrim sen jonajonsan Andijonim güzel şehrim Sen cana can Tamam. Tamam. Proton yaptı artık bu.
Video. Söz. Boşluğun oturan başında. Ona oturan. Gel lava. harakat qilamiz. Hop. Joningizga jon bo'lay, jonimga darmon otam. Kamtarin piru badavlat, shavkatim shonim otam. Gül hayotim ko'rkiyotim, usta bonbonim otam. Siz bilan yo'q zarracha, dillarda armonim otam. Joningizga jon bo'lay, jonimga darmonim otam. Arziga yondin tavop etsam otam ko'z qoshini, bor vujudim tanar to'ksam murvat yoshini. Doimo mehnat bilan ko'kka ko'targim boshini. Joningizga jon bo'lay, jonimga darmonim otam. Siz bilan yo'q zarracha, dillarda armonim otam. Axtarganim, izlaganim tug'ilgan bobom dehqon. Bu dünya havası senden özgeçe, zahmetin mirastır oğul kızgacha. Hancerlere zeng bosgan yerden yarattın, bir qultum sudan panomu tuzgacha. Bular buni ukasi Boyish aka, buni Ulug' degan vrach, Bediarov Ulug'. Ana buni Oyudan kelgan qo'aqalmoqlar, bular bari Bediarovoyni Beshmirzasidan tarqaganlar. Bularning asosiy tug'anlari Kulada. Bayagi Ergash palvon keldi, Saloh aka bir kun. Ergash palvon, bayagi Mahmud degan palvon bor ekan-da, sentrda. Shular bari Bediarovoyni Beshmirzasidan tarqaganlar. Bular aslında köpçülük bölüğü hazır bizde yaşayıp da Ayu'da, Barpı'da yaşaydı köpçülük bölüğü. Bir Turkuhat'takiler hem. Bugün hoş gelipsizler. Bitti bir Adakam aka. Adakam aka. Bu tuğanlarınızı hep de kala ayıp koyun. Hayır kimde? Bunu bizlerge çizilgen. Oldu aga. Kim yakın? Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. Siz bilen bizi insanları yaratacak Allah ya mahsul olsun.
Tartib qo'yma aka, chek. Aleyhisselam'a salavat selamlar olsun. Ve sizi bizlerce Allah'tır rahmeti ve berekatı. Bana sizlerce bizlerce bana Kur'an'da ki kullu müminin sıfatın. Müminler birbirine tuğan eke. Yatı yok. Polis basıyan, başka basıyan iman gösteriyor. Bu adam mümin, bu adam Müslüman. Başlar. So'ragani yana bitta aytaylik. Bol. Chiqmaydi damla. Xo'p, Yana bir tortmas, bu yoqqa qarab qo'ying. oshmoq bilan. Xudo xolasa mana O'zbekistondan tug'ilganlar kel. Ha? Tushamiz. Ekan bilan bittasiga tortib qo'ysin. Dünyada şöyle anglab bo'lmas sirkan yo'qki ekan yonida bor tortgan kunlarim Vayjana go! yolg'iz qo'ymang aziz do'stlarim Joy muzika, joy. Joy aka, joy golos. yolg'iz qo'ymang aziz do'stlarim boshim yostiqlarga botgan kunlarim ko'zimda yosh to'ynar otgan tunlarim Meni yalnız qo'ymang aziz do'stlarim Meni yalnız qo'ymang aziz do'stlarim dertlerimge Habib Necat Göğe kuş gibi Baksam yer kanat Bölçek şadligimge Şeriksiz abad Beni yalnız koymang aziz do'stlarim yalnız qo'ymang aziz do'stlarim doim omon bo'ling aziz do'stlarim meni yolg'iz qo'ymang aziz do'stlarim doim omon bo'ling aziz